Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankida yilning eng yaxshi yordamchi agenti 2025 respublika tanlovi bo'lib o'tmoqda. Ushbu tadbirda viloyat bosqichidan saralab olingan eng kuchli agentlar bugun poytaxtda bellashmoqda. Dunyo globallashib borayotgan davrda barcha rivojlanayotgan davlatlar qatori o'zbeklar ham bugungi kunda bank agentlariga murojaat qilib kelishmoqda. Bu esa o'z o'rnida banklarda ushbu mutaxassislarni yoki mobil ilovalarni takomillashtirishni talab etadi. Shuningdek, ularni aholiga sifatli va qulay xizmat ko'rsatishini ta'minlash uchun qator chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Bunga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yildagi 12-sonli qarorini misol keltirishimiz mumkin. Demak, bu bo'lib o'tayotgan bugungi taqdimot mahalliy yordamchi agentlarini faoliyati davomida erishgan yutuqlari, o'zlarini oldiga qo'ygan maqsadlari, o'sha mahallalarda ularga yuklatilgan vazifalarni, ya'ni banklarni xizmatlarini targ'ibot qilish bo'yicha olib borayotgan ishlarini yakuni desak to'g'ri bo'ladi. Sababiki ular o'sha mahallani o'rganishlar jarayonida mahalla xonadonlarini, mahallada tadbirkorlik tashabbusiga ega bo'lgan fuqarolarni, tadbirkorlik subyektlarini o'rganish jarayonida ularning loyihalarini ular bilan birgalikda ishlab, mana shu taqdimotni bugungi kunda o'tkazib keladi. Tanlovning asosiy maqsadi yordamchi agentlarning faoliyatini keng jamoatchilikka namoyish etish, ularning kasbiy salohiyatini rivojlantirish hamda aholiga taqdim etilayotgan moliyaviy xizmatlarning sifatini oshirishdir. Bugungi respublika bosqichida men ikkita loyiha taqdim etdim. Bu loyihalarim orqali mahallamdagi iqtisodiy faollikni oshirib, shu orqali aholini bandligini ta'minlashni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Loyihamning birinchisi mahallamdagi bo'sh turgan binodan samarali foydalanish orqali zamonaviy kutubxonani yo'lga qo'yish edi. Chunki zamonaviy kutubxonamiz bugungi kunda ko'plab yoshlarimiz uchun juda keng va qulay imkoniyatlarni yarata oladi degan umiddaman. Ikkinchi loyiham Kogon shahrida sportni rivojlantirishga ko'p e'tibor qaratiladi va bizda ko'plab sportchilar yetishib chiqqanligi uchun va yurtboshimizni sport yo'nalishiga qaratayotgan e'tiborlarni inobatga olgan holda mahallam hududida zamonaviy Aqua Star kelajak chempionlari maskanini tashkil etilishini kameradan ko'zini olib qochyapmanmi? Ikkinchi loyiham sport yo'nalishiga qaratilgan edi. Yurtboshimizni sportni rivojlantirish uchun olib borayotgan islohotlarni inobatga olgan holda Kogon shahrimizda zamonaviy suzish sport majmuasi tashkil etish uchun Aqua Star kelajak chempionlari maskanini tashkil etishni loyiha sifatida taqdim etdim. Bundan maqsad yoshlarimizni vaqtini mazmunli o'tkazish va sog'lom muhitni yaratish edi. Va bu orqali mahallamizdagi ishsizlarni ish bilan ta'minlash va shu loyiha orqali yurtimizni kelajakda chempionlar yetishib chiqqanda butun dunyoga tanitishni maqsad qilib qo'ydim. Tayyorgarlik jarayoni juda qizg'in va hayajonga boy bo'ldi va hattoki hozir ham hayajondaman. Chunki vaqt juda kam edi. Men ikkita olib chiqqan loyiham juda katta loyihalar edi. Buni aniq va qisqa qilib tushuntirish uchun qo'ldan kelgancha harakat qildim. O'ylaymanki, bu hakamlarni munosib deb topishlariga yana bir imkoniyat bo'la oladi. Tanlov 4 bosqich orqali amalga oshirildi va birinchi bosqichda mamlakatning 14 ta hududidan 27 ta tijorat bankidan 4467 nafar agent ishtirok etgan bo'lsa, ular saralanib, tuman, viloyat bosqichidan so'ng 44 nafar agent va ularga biriktirilgan 44 nafar mahalliy bankirlar respublika bosqichiga yo'llanma olishdi. Bizlarning asosiy maqsadimiz mahallaning savodxonligini oshirish va bank xizmatlaridan samarali foydalanish yo'llarini targ'ib qilish hisoblanadi. Mana bugun yilning eng yaxshi yordamchi agenti tanlovida qatnashib respublika bosqichida ishtirok qilyapman. Mening asosiy maqsadim bu yerda amalga oshirgan rejalarimiz aholiga kredit ajratib, tadbirkorlikni rivojlantirib, ishsiz ayollarni, yoshlarni ish bilan ta'minlab, yangi ish o'rinlar yaratish hisoblanadi. Taqdimotni yaxshi topshirdim degan umiddaman, o'zimga ishonaman va Markaziy bankka va Xalq bankiga finlit.uz ga katta rahmat. Respublika bosqichida biznes reja taqdimoti, tijorat banklari va ijtimoiy loyihalarning taqdimoti hamda hududdagi foydalanilmagan zaxiralardan samarali foydalanish yechimlari baholanadi.
Bu bosqichda yordamchi agentlar bilan bir qatorda mahalliy bankirlar va tijorat bankirlari rahbarlari ham ishtirok etmoqda. Yilning eng yaxshi yordamchi agenti 2025 tanlovi yordamchi agentlarni aholiga moliyaviy xizmatlarni yetkazishdagi muhim faoliyatni namoyish etish, ularning kasbiy salohiyatini rivojlantirish va jamoat oldidagi nufuzini yanada yuksaltirishga qaratilgan.